Көрüvatqanыңlar Tamir Salsı programmasi. Aziz görürmenler, biz Tamir Salsı programmamızdan bugünkü bu sanağa Ürümçi Yeni Bazar Yemek İçmek Mesuliyetçilik şirketinden Baxtiyar Ustamni təklif qıldık. Assalamu alaykum Baxtiyar Ustam. Aleyküm salam. Baxtiyar Ustam aldı bilen bizim görürmenlerimizge bugün itidigan tamqımızın namını bir dep beremdik. Oldu. Bugün görürmenlerimizge Qurğaq Qazan qorumuzu asas etiş usulunu tanıştırmız. Boladı, muşu yaqından yaqi hammamizga ma'lum Samovar Qurg'oq Qozon qo'rimisi xalqimizning yoqtirib yeyishiga erishib kelyapti. Hamda nurg'un ko'rmanlarimiz bo'lsa mushkil tomoqni idilishni o'rgatib qo'ygan bo'lsanglar degan taklif fikrlarning badi bugun naytimi obdan bo'lsa shu ko'rmanlarimizga shularning ehtiyojini qandirish yusidan mushkil mana Samovar Qurg'oq Qozon qo'rimisini etishni o'rgatar ekanmiz. Unda bo'lsa ustam mushdan ketadigan qurishlarni bir tunishtirib o'tamdik. Buningda asosan hamda nurg'un materiallar qutlar mujassamlangan. Biz oilada oddiy qilib yeyish uchun o'zimizningki milliy urf-odatimizga asosan iste'mol sevimizga asosan yeshil yesolak, palak, hamda iste'mol o'zimizningki iste'moliga yaxshi ko'rishga asosan yesak bo'ladi. Anamnikin rak, to'xining qanoti, purchoq cho'pik, kraxmal cho'pi, ximir terpi, beliq ko'milichi qatorliq. Hamda yana onundan sırat berenge, tatlıq berenge, başqa yeselik degan qatorliqimda o'zining yaxshi ko'rgan. O'zing yaxshi ko'rishiga asosan talos bo'ldi ekan. Yana mana niloper yildizi, piyoz, zanjivil, samsa qatorliqlar ketadi ekan. Tetitqullardan cho'na olsa. Tetitqullaridan hamda mana kavavuchin, qurtilgan qizilmoch qatorliqlar. Onda biz aldı bilen ustam qazonga may qo'yib oldik ekanmizda. May qo'yib nima ish qilamiz? Mayni qo'yib olgandan keyin shu quruq qozon samar ketadigan mana abay biz deb o'tganda mush qurishlarni bir qittim bir maydan o'tkazib qiyam qilib olamiz. Qiyam qilib olamiz. Bo'ladi. May qizig'i uchun da materiallarni to'g'rib olamdik. Materiallarni to'g'rib olamiz. Başta zencefilini doğrayacağız. Zencefilini çoğun doğramdık. Bunu temin et boğandan keyin süzüp evittimiz. Temlendiriş için. Temlendiriş için işletsek bo'ladi. Ondan keyin qo'l piyoz. Analiken kurtulgan kızılmış saldık yanımızda. Bunu çokum kızılmışdan tami çıkış gerek. Analiken kavav için kuttal kakıyla silip uzak korup bunu temlendirimiz. Samsaqdan ikki baş. Samsaqni cho'ng to'g'raydiz. Buni tamdan evilib lan ananikin buni evetimiz. Asası mush mayga mush sağan qurishlarimizning ta'mi chiqsa bo'ladi. Azraq renk kirgizish uchun azraq qizilmush qiyamni ishlatamiz. Undaqdamış qizilmush qiyamının az ko'pligini o'zining ehtiyojiga asosan belgilab qo'ygan-da. Hozir endi ochiq-chuchukni yeydiganlar bor, yemaydiganlar bor. Bu asası bo'ldi. Bunun mezlik ta'm kirgizish uchun azroq kunjut qiyami. Kunjut qiyami mi? Kunjut qiyami beramiz. Buningmi kunjut qiyamini berib, shundoq mezlik biroq chiqyapti. Andan keyin Kunjut qiyamini qo'shgandan keyin texim mezlik bo'ldi ekan. Texim ma'no bilan texim mezlik
Alet 2 kiloda. Әмсе su qo'yib olamdik. Su qo'ydim. Bunga azroq su qo'yib Suni oldin tayyorlab qaynatib oldik ekanmiz. Suni qaynatib, bo'ldimi? Endi suni qo'yib oldik. Suni qo'yib olgandan 40 minut atrofida qaynatamiz. Qaynatib dardaman qaynagandan keyin o'zining kuchini ko'rsatadi suvda. Shuni bilan ustam qarasak endi buningga salgan shu quritilgan qizilmishlar hammasi kuyib ketdi, endi kuyuk rang kirib qoldi-ku. Buni ko'rsatgan maqsad cho'qim endi shu qizilmishni ko'ydirib ta'minlashimiz kerak. Birinchisiga andan keyin buni qiyamning ta'mi ochiq chiqadi. Ochiq chiqadi. Onun üstüge bu qaynab bo'lgandan keyin suzib yetadigan bo'lg'ashqa. Qaynab bo'lgandan keyin suzib yetamiz emasmi? Shuningga buni cho'qim nimani qizilmishni ko'ydirishimiz kerak. Ko'ygicha qo'rishimiz kerak. Andan keyin dardarmak o'zining kuchini ko'rsatadi. Haydu markalık yağmışның təmi qandaq ekan? Bək yaxşı ekan. Haydu markalık yağmış haqiqatan yaxşı. Ustam undaqda qazan qaynab vaqt to'sh bo'lguncha boshqa xurishlarni to'g'ri olamiz. Bo'ladi. Oldi bilan go'shtni to'g'raylik. Go'shtni nipis to'g'raymiz. Nipis alet to'g'rab, Go'shtni to'g'ri oldik. To'g'ri oldik. Buni nipizroq to'g'ri olamiz. Nipizroq to'g'rab, buni taqsiga ilib olsak. Buni taqsiga to'g'ri oldik. 40 minut vaqtimizni to'shab qopti. Qiyam mana mush alet 2 kiloda. Mana qozonning tuvuqini yapmay 40 minut atrofida bo'sh o'tda. Qozonning tuvuqini yapmaslikdagi maqsad endi boshqa maqsad yo'q. Faqat endi dardaman o'zining asli kilda ananiki qo'ygan suyimiz parga aylanishi tezroq bo'ladi. Shuning uchun tuvoqni yapmaymiz. Qiyomni tayyor bo'ldi. O'tni o'chirib yetib, biz abay ishlatgan xurishlarni mana suzib yetimiz. Ustam bayatdan yaqi qiyomni tayyorlab oldik. Undaq bo'lsa, boshqa xurishlarni bir pishirib olamdik. Bo'ladi, endi ikkinchi bosqichda shu qiyom bitdi, endi bir qatam shu ko'ktat go'sht turlarini suvdan o'tkazib olamiz. Buni ret tartibi bo'yicha. Yo'q, buni dastlabda ret tartibi bo'yicha qaynoq suvda o'tkazib olib, biz abay chiqargan qiyomni aralashtiramiz. Buni hozir bir başdan men ko'stib, tepsili ko'stib o'tay. Qaynoq suv qo'yamiz. Oldin qaynatib olgan qaynoq suvni qancha qo'yma? Sey ko'ktatlar chilashqidek qo'ysak bo'ladi. Qozonni qaynatamiz. Unda biz qozon qaynamagacha nima baranga tatliq. Barangalarni bir to'g'ri olamdik. Bo'ldi. Endi suyimiz qaynag'icha ko'ktatlarni to'g'raydiganini to'g'rab qilamiz. Endi tatliq baranga, niluper jiltizi barangalarni bek nipiz emas, bek qilin emas to'g'raymiz. Chunki qaynoq suvni o'tkazamiz emasmi? Izlib ketishning oldini olish uchun normal to'g'raymiz. Bek nipiz emas, qilin emas, normal to'g'rab suvdan o'tkazamiz. Suyumuz mu qaynayaptı? Bir baştan
to'g'rig'ach bir boshdan qozonga salaylik. Buningda dastlabda rad tartibi bo'lamdi ha, sizdan buni. rad tartibi bo'ldi. Masalan, go'sh, shu to'q qanitda ananikin beliq ko'milish deganlarni boshda selib olamiz. Go'sht turdikilarni boshda solamiz. Chunki pishmay qoladi. Qaynatgan chog'da buni 5 minutdan 8 minutgacha sağan materialimizni qarab turib vaqtni belgilasak bo'ladi. Beliqning qanini soldik, to'q qanini. Bularni sepilgandan keyin endi suyiga azroq tuz selaymiz. Tamlantirish uchun. Tamlantirish uchun azroq tuz. Anandan keyin tutilgan kunjut yog'i. Kunjut yog'ini sug'ib yuvassalamdi. Birinchi sağan ko'ktatlarimiz ranglik, paqroq, xushbiroq chiqadi. Bularni silib oldik. Mana endi beliq ko'milchini solamiz. Beliq ko'milchini silib beliq ko'milchi. Rak asan pişamda suda. Rak 2 minut atrofida to'sib bo'ladi. 2-3 minut atrofida pishadi. Shuningga rakni oldini qilish uchun boshda baranga, lupar, yiltizi, ananikin tatliq barangilarni sevasak bo'ldi. Barangini to'g'ri olaylik. Bunimi tatliq barangini to'g'ragandek bek qilinma emas, nipizma emas, normal holatda to'g'risak, bu jonliq tirik chiqadi qo'ragan chog'da. Undaqda mushkul quruq qozon qo'rimisining muqim bo'lgan materiali bo'lmaydi ekan-a, ustam? Yo'q. O'zining yaxshi ko'rishiga asosan, pista bo'ldi ekan. To'g'ri. O'zining yaxshi ko'rishi iste'mol odatiga asosan yesa, qiyam chiqarsa bo'ladi. Suyimizni qayndi. Barangini solamiz. Barangini soldik. Endi qozon birdan qaynab olamdi. Qaynab olgan arliqda mana to'g'raylik. Purchoq o'yitma cho'pi edi do'qa. Purchoq o'yitma cho'pini. Bu qurg'oq qozon qo'rimsi desa, men xo'sh materiallarning hammani qozon silib qo'ruydigan o'xshaydi deb o'ylab ekanman. Yo'q, buningda endi cho'qim. Bundaq suvdan o'tkazib bo'lmaydi ekanman. To'g'ri, suvdan o'tkazib, anandan keyin qiyam qilamiz. Endi ana qilishga maqsad ham tez, ham yeyishlik bo'ladi. Mana kraxmal cho'pini silib olamiz. Asos jihatdan sağan materiallarımız pişip kaldı. Mesela toq qanatı, go'sh, beliq ko'milichi, tatliq baranga bularımızın pişip kaldı. Endi oxirida rakni solamiz. Yeşil ko'ktatlarni cho'zdan. Yeşil ko'ktatlarni elishqi 1 minut qolgan chog'da selib birlam qaynatib olsak bo'ldi. Bek qaynatib olsak o'zininki rangidan ketadi, ham qaynoq suv bilan pishib oladi. Chunki ko'ktat oson pishadi. Hozir rakni selib oldik. Buni 1-2 minut atrofida qaynasa, ko'ktatimizni olsak, quruq qozon qo'rimimiz tayyor bo'lib qoladi. Qozonga sağınımız endi 7-8 minut atrofida hammasi 7-8 minut atrofida pishib bo'ladi. Ananikin buni süzib, pokiz suyini süzib chiqarib olgan qiyamni ananikin qozonni bir qittim qorib qiyamni aralashtirib tam kirgizsaklam qo'rimizmi tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ldi. Hozir mana bu pishib qoldi. Hamda mana bu kichik yesulak
Köktatlarımızda mana shunday bütün salimiz, mavi, yeşil, sulak, mishlarni azazdan ishiltib, eng oxirisida xamir terpini salimiz. Chunki bu birlam qaynasa, tez pishadi. Buni salavalloq hamda asos jihatdan tugadi. Eng oxirida purchoq uyutma cho'pilmasa. Buni salavalloq bunun etrafida qaynasa pishdi. Pishdi. Buni qaynab süzüp olamdı. Qaynab bo'lgandan keyin buni süzüp cho'qim suyini pakiz qurg'oq holatga ekilishimiz, qurg'oq holatga kelib eqitmasak biz chiqarib olgan qiyam andan keyin sekirtib kuchini bermay qoladi. Puraqliq chiqmay qoladi. Ehtiyoj tazza nima bo'lmay qolishi. Shuning uchun cho'qim suyini pakiz qurg'oq holatga ekilishimiz kerak. Suvdan o'tkazib bo'ldik. Bunimi suvdan o'tdi. Asos jihatdan qozon sog'an materialimizni ham pishib qoldi. Shuni buni süzüp olamiz. Cho'ng taxsik suz olamdi qamsa. Bo'ladi. Endi qozon sog'an materialimizni pishib tayyorlab qoldi. Buni süz olamdi. Süzüp olamiz. Cho'qim süzganda suyini o'tdan eqitishimiz kerak. Eqitib suvdan o'tkazib oldik. Bu asos jihatdan pishdi. Şinjan Qizlar Kasbiy Maktabi zamonaviy o'qitish binosiga eng ilg'or ham to'liq bo'lgan o'quv-o'qitish va amaliy mashg'ulot aslahalariga layoqatli va tajribali o'qituvchilar qo'shiniga ega bo'lgan davlat egiligidagi kasbiy texnika tarbiyalash bazasi. Bu maktab oshpazlik, pecheni pranik tayyorlash, tikuvchilik, o'sin tuzash, chach yasash, kompyuter kasbi bo'yicha yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Telefon 0991 261 0001. Qo'rishdan avval buningga azroq bosh piyoz, zanjibil, samsaq solamiz. Tamlantirish uchun mana bu xurishlarni yoki bu tamlantiramiz. Ham piyoznimi o'ziga xos puruq bo'ladi. Buni tomoqni so'ndirib, hazm qilish uchun foydali. Mayli g'ul piyoz bo'lsin yoki mushtaq bosh piyoz bo'lsin, bizning har qanday bir tamog'imizda komboz bo'lmaydigan materiallarimiz hisoblanadi ekan. To'g'ri. Buningga mayni jiq qo'ymaymiz. Chunki buni biz qurg'oq qo'riymiz dedik emasmi? Bo'g'aliq uchun azroq mayni qozonning ichiga azroqla maylansa bo'ldi ekan. Andan keyin mana to'g'rab tayyorlab olgan xurishlarni soldik. May unda ustida qizib ketmasin bo'ldi ekan, ha? Bo'ldi. Buni shu asta o'tda sog'an xurishlarimizning ta'mini uningki busini chiqarsak ham bo'ldi. Chiq. Mana piyozlarimiz bir sağır vaston. Andan keyin bayatdan pishirib tayyorlab olgan. Qo'rimizni solamiz. Piyoz azroq qo'rilib bo'lgandan keyin soldik ekanmiz. Salımı çünkü biz mani tükep kazanға tegitse piyazımı sağırdı. Ma seymi kazanın astık ornulanmaydı. Yani bunu saldık. Biz abay tayyorlab olgan qiyamimizni hamda mislanga ishiltini qiyamini solamiz. Bununda asta matlımızsak biz
Baranga, tatlı barangalar ezilib ketadi. Bunu astığa tutuluş ihtimali var. Şunun için naytda asta iliştirip teyar oldu. Otunu pesitip bununla azırak tuz salımız. Anandan keyin küncütni üstüge sepilganmiz. Üstüge sepimiz. Qiyamdan az köpüklü boldum usta. Bu seyimizin pişip kaldı. Köktetimiz emde azırak küncütmeyi. Çünkü bunu puraqlıq qilish. Texan paqıraq çıxır ekan. Paqıraq çıxdı. Emde bunu taqsiga evalamdoq. Maqli. Bugün sel jiq qilib qo'yibdiq. Miqdori jiq bo'lib qoldi. Shu bir taqsilliklar asaq. Ustam tamqımızmı tayyor bo'lib qapti ondan. Eng oxirida saldigan xurishlarni salamdiq. Eng oxirida yana ko'rkam chiroyli chiqarish uchun azroq kunjut sepib, tayyorlab qo'ygan yer yanqini. Qo'rib tayyorlab olgan yer yanqini ustiga sepsek qildigan. Sepseklam bu qo'rimiz tayyor bo'ldi. Baxtiyor ustam tamqımızmı tayyor bo'lib qapti onda bo'lsa, ko'rmalarimizga mush tamoqning tayyorlanish jarayonini yana bir boshdan so'zlab beramsiz. Bo'ladi. Bu tamoqning boshlanish jarayonini bir qator so'zlab o'tay. Avval o'zimizning ehtiyojiga asosan ko'ktat, go'sht va boshqa narsalarni tayyorlab olib, birinchi bosqichda deb o'tgandek qiyam tayyorlab olamiz. Anandan keyin biz tayyorlab olgan xurishlarni qaynoq suvda o'tkazamiz. Qaynoq suvni o'tkazishdan avval qaynoq suvga azroq tuz, may, kunjutmeyi selib qaynoq suvni rad tartibi bo'yicha solamiz. Selib aldı bilan rad tartibi boshda go'sht turdiklarini bosh soldik. Keyin anandan keyin ko'ktatni soldik. Eng oxirida oson pishadigan yeshil ko'ktatlarni soldik. Unda bo'lgan chog'da birinchi ezilib ketmaydi. Tirik, ranglik o'ziningki misli saqlab qolgan holda chiqadi. Anandan keyin o'tkazishdan oldida yana baş piyazdan azroq sinjang samsaqlarni sep, o'tkazib olgan materiallarimizni mayga bir silib, anandan keyin qaynatib tayyor qilib olgan qiyamni aralashtirib, tuzini tangshab, elib, anandan keyin kunjut tayyorlab olgan yer yanqini ustiga sepdik. Mana birdamla hammamiz yoqtirib yeydigan qurg'oq qozon qo'rimizmi tayyor bo'ldi ekan. Odatda ham shu bizning iste'mol odatimizda buni xanzuchi kango ya bo'lmay qolsa shango deb ataydi ekan. Shunaqa mal. Endi buni biz uyg'urchalashtirib quruq qozon qo'rimsi, samovar qurg'oq qozon qo'rimsi. Samovar qurg'oq qozon qo'rimsi degan chiroyli nomni berdik. To'g'ri, shu. Biz odatda iste'mol odatimizda mana shundaq o'zimizga xos bo'lgan uyg'ur ismini ishlasak bo'ladi ekan. To'g'ri. Aziz ko'rmanlar, bugun Baxtiyor ustam bizga hozir jamiyatimizdagi nihoyat moda bo'lib atgan xonim qizlar shundaqla yoshlar yoqtirib yeydigan samovar qurg'oq qozon qo'rimisining etlish jarayonini tunishtirib o'tdi. Bu xil tamoqning etlish jarayoni biz o'ylagandek unchalik murakkab emas ekan. Biz bugun sizlarga mush tamoqning oilalarda oson bo'lgan etlish usulini tunishtirib o'tdik. Undaqda bu xil hammamiz amroq shundaqla moda bo'lib atgan tamoqni uyingizda etib sinab baqsangiz